qisqartirgandan keyin qayta vес olish mumkinmi? Albatta. Demak, oshqozon rezeksiyasi operatsiyasini bajargandan keyin qaytadan vес olish ehtimolligi juda katta. Lekin siz oshqozon rezeksiyasi operatsiyasi o'tkazgandan keyin bu vaqtdan foydalanib qolishingiz mumkin. Qanaqa vaqt deyiladi bu? Demak, oshqozon rezeksiyasi operatsiyasidan keyin birinchi navbatda siz vес tashlashingiz, jadal vес tashlashingiz birinchi, ikkinchi, uchinchi oy davom etadi. Demak, birinchi, ikkinchi, uchinchi oy davomida kuchli rezeksiyasidan keyin vес tashlash boshlanadi. Keyingi oylarda vес tashlash sekinlashadi va vес tashlash oxirgi nuqtasi bu 1 yil, 1,5 yil ichida to'xtaydi. Demak, siz bu vaqtda 1 yil, 1,5 yil davomida nimalarga rioya qilishingiz kerak? Birinchi navbatda kam ovqat yeyishni o'rganish kerak. Demak, sizda ovqatlanish jarayonida ovqatni oshqozoningiz tez to'lib qoladi. Buni hissini siz чувствовать qilib miyaga o'rnatib olishingiz kerak. Ya'ni ko'p ovqat yeyish hissini emas, oldingiga o'xshab, balki-da siz kam ovqat yeyishga me'yoriga o'rganib qolishingiz kerak. Bu norma bo'lishi kerak. Norma bo'lganda ham butun umrga bu norma bo'lishi kerak. Ikkinchisi, bu oshqozon qisqartirilgan operatsiyasidan keyin bemorlarda jismoniy aktivlik oshishi boshlaydi. Aktivlik oshishi 1 oy ichida sekin kuchli darajada seziladi. Chunki birinchi oyda suv bilan birga siz organizmda ortiqcha suv bilan vес ketishi boshlaydi. Bunda sizda aktivlik ko'payishi boshlaydi. Bu aktivlikni siz uyingizdagi, atrofingizdagi odamlarga emas, balki trenajyorniy zalga ishlatishingizga to'g'ri keladi ko'proq. Demak, trenajyorniy zal, basseyn, doimiy harakat, kuchli harakat. Men bugun 6 kilometr yurdim, 8 kilometr yurdim, ko'p yuribman degan narsa bo'lmaydi. Demak, yurish bu o'z navbatiga. Bunda ko'p energiya sarflanmaydi yurganda. Именно ko'p energiya sarflanadi agarda siz zalga chiqib, mushaklaringizni kuchli navigatsiya qilib, terlab bu jarayonda siz ko'p energiya yo'qotasiz. Demak, jismoniy harakatga, jismoniy kuch berishga organizmni o'rgatishimiz kerak. Demak, yana bir bor aytaman, bu vaqt sizda ограниченный 1 yil, 1,5 yil davomida siz bu narsalarga sekin-sekin o'rgatishingiz kerak bo'ladi organizmni. Uchinchisi, bu jinsiy zaiflik bo'lib qoladi. Demak, semizlik natijasida erkak kishilarda jinsiy zaiflik, ayol kishilarda bunga xohish juda kamayib ketadi. Bu holatdan chiqasiz. Bu holatdan chiqqaningizdan keyin, jinsiy zaiflikdan chiqqandan keyin siz jinsiy hayotini regular holatda bajarishga to'g'ri keladi. Demak, azizlar, bu eng asosiy 3 ta qoida va 4-inchisi bu gazli ichimlik va spirtli ichimliklarni umuman iste'mol qilmaslik kerak bo'ladi. Mana shu men aytgan 4 ta narsaga rioya qilsangiz, siz oshqozon rezeksiyasidan keyin qayta vес umuman olmaysiz. Bilingki, oshqozon rezeksiyasini operatsiyasidan keyin qayta vес olishi bu 10 tadan 2 ta odamni tashkil qiladi. Salomat bo'linglar.